Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar, ukalar, birodarlar. Bugungi videomiz va'da bergandim. Qo'ylarimga, o'zimga foydali bo'lgan eng yaxshi vaziyatlarni video qilib joylab boraman deb. Bugun videomiz shunday. Videomizning mavzusi qo'ylarimizga qanaqa shaklda hashaydi maydalab berish. Hozir zamon rivojlanib ketgan, turli drobilkalashib ketgan. Zo'r qilib maydalab tashlaydi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu o'sha drobilkada maydalab tashlangan somon. Bu tert qilib bergani kepak bilan zo'r aytadi. Namlab olinadi albatta. Tert qilganda zo'r aytadi. Bu bo'lsa, mana bu qo'l yodimizda ko'rinyaptimi? Ko'rinmayotgan bo'lsa, hozir qirqayotgan jarayonni ham ko'rsataman. Qo'l jodida maydalab olingan bida. Nimaga endi mana bunda drobilkada chiqarmaganman, qo'l jodida qirqayapman. Hozir tushuntiraman sizlarga. Qo'y boqayotgansiz, tasavvur qiling, ana shunaqa chang bo'lib ketgan, juda ham mayda qilib yuborgan somon yoki bo'lmasa beda deylik. Tashlasak, qo'ylar qanday yeydi? Hali odam ish qilayotsa, chang burniga kirib ketsa, o'zicha yo'tilaveradi-yu, hali g'ashiga tegib. Qo'yda ham xuddi shunday bo'ladi. Maydalanib ketgan beda bo'lsa, juda maydalanib ketadi unda. Beda quruq, shaqillab quriyotibdi. Bunga so'zsangiz g'irch maydalab chiqarib yuboradi. Ish vaqti zo'r bo'ladi. Ozgina vaqtda bir qancha bedani maydalab tashlaysiz. Lekin qo'yga so'zsangiz yo'tilaveradi, oldiga tashlasangiz burnini qoqaveradi. Ana hozirgidek qilib burnini qoqaveradi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Aytaylik, bundan ham mushuk chiqadi. Qo'ylar hammasini yeb tugatvermaydi. Hozir ko'rsataman. Mana shu holatda mushuk chiqarib qo'yadi. Buni ham xo'ra qo'y bo'lsa yeb tashlaydi. Lekin qo'ylarimiz to'yib vazni zo'rib qolgan, o'zlaricha buni yeyishmaydi. Bunaqa mushuk chiqadi. Agar boyagi men aytgandek maydalangan bo'lsa, endi shunaqa mushuk ko'p chiqaradi. Hozirgi chiqqan mushukdan bir 11 var ko'p mushuk chiqarib qo'yadi. Hali qo'yning me'dasiga tegib qolib, yemay qo'yadi-da. Hozir oxirlarini ham ko'rsataman. Oxirda qanaqa qilib qo'ygan, qanaqa yo'q, hammasini to'liq videosini qilib ko'rsataman. Oxirigacha ko'rib turing. Mana ko'rishlaring mumkin. Yaqin 1 soat, 2 soat oldin 2larda, hozir soatimiz 4 dan o'tdi. 2larda mana shu beda solingan. Bedani yeb olib yotishibdi mana. Qo'chqorlar. Joning sog' bo'linglar. Mana. Mushuk yo'q. Ko'rdinglarmi? 2 soat oldin solingan beda oxirida qanaqa holat. Hech qancha deyarli mushuk yo'q. Bu biz uchun foydali. Nimagaki, ko'p mushuk chiqib ketib qolsa, qo'yimiz yaxshi to'ymaydi. Inagida yana ko'proq beda, somon solishimizga to'g'ri keladi. Endi bunda qirqqanimizda unaqangi maydalanib ketmaydi-da. Qo'yni oldiga tashlasangiz, hali burniga kirib ketib qolib, burnini qoqavermaydi. Qoqadi, bunda ham baribir unaqa ko'p emas. Hozir qirqish jarayonini ko'rsataman. Ishqibozlik o'lsin-da, ishqibozlik. Buni qo'yib turib, girch aytganda odam maza qiladi-da. U ana zamonaviy drobilkalarda unaqa bo'lmaydi. Ishqibozlik o'lsin. Hali qilayotgan ishingizdan o'zingiz maroq olsangiz-chi, ishingiz barakali bo'lib, unumdorligi oshaveradi-da. To'g'risi gap. Shu maza qilib boraman. Hozir yana bitta kadrni ko'rsataman. Tomosha qilib turinglar. Qo'ylarim sizlar bahana navbatdan tashqari bir qur beda yeb oladi. Mana o'rtoqlar, bir malla bedani sizlar uchun navbatdan tashqari beramiz. Ko'rib
Mana o'rtoqlar, navbatdan tashqari bedamizni soldik. Eng shirin joyi, mazza joyi shuda. Buni ovozini eshitinglar, ovozini. Kitir 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 qilib yeydi-yu. Odamni charchoqib ketadi-da. To'g'ri. Rabilkada bir pasda bo'lasan, charchamaysan unchalik. Lekin buni ham gashti o'ziga yarashadi. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kommentariya bildiringlar. Kimda qanaqa fikr bo'lsa, izohlarga bemalol yozib qoldiringlar. Hammasiga ochiqmiz. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, videoga kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali sizlar uchun foydali kontentlar ko'p. Eslatib o'taman, yaqinda Xudo xolasa 5000 obunachiga ega bo'lgan kunimiz eksperiment qilamiz. Eksperimentimiz 6 ta qo'y tashlaymiz, ikkita qilib 3 ta guruh qilamiz. Bittasiga quruq yem, bittasiga pishirilgan yem, uchinchisiga gidroponika qilib, hozir eng internetga chiqqan gidroponika qilib yemlab, Xudo xolasa mana shunaqa semiz holatga olib kelib, oxirida bittasini qassobga berib sotamiz. Bittasini oyoqlarga sotib turib, oxirida to'liq hisob kitobini, qaysi biri foydali, qaysi biri ziyon, qaysi biri ziyon bo'lmaydi, hammasida foydaga chiqadi Xudo xolasa. Ko'proq, ozroq nisbatan ko'rishimiz mumkin. Shunda yangi boshlovchilar, yangi chorvaga qiziqqanlar o'ziga xulosa qilib oladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga omad.